G'ishimizni donasi 16 ming so'm yetib borishi bilan vodiy bo'ylab bu ishlarimizga bir haftadan o'tdi quyilganiga. Qattiqligi burchaklari ham zo'r. Bu ishlarimizga bugun 3-kun quyilganiga. Sal ezilyapti. 3-kun. Sal ezilyapti. Burchak ezilyapti. O'rtalari ezilmayapti. Aloqaga chiqarasizlar. Yetkazib beramiz inshaalloh. Chiroyli qilib. G'ishimizni sifati Xudo xolasa qattiqligi ham joy-joyida. Ko'rishingiz mumkin. Razmeriga kelsak, razmeri ham Xudo xolasa o'ttiz 20 30 razmerlari ham Xudo xolasa joyida. Razmerlari, pishiqligi, issiq sovug'i zo'r saqlaydi. Kimga shunaqa gazablok kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Chiroyli qilib yetkazib beramiz. Manzilimiz Namangan To'raqo'rg'onda. Ekranda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar, yetkazib beraveramiz. Gazablok g'ishtlarini urgandan keyin tomini yopolmayman, bu yo'lga urib qo'ysam, tomini yopolmasam hech narsa qilmaydimi degan savollar ko'p bo'ldi. Hech narsa qilmaydi, nabarot yaxshi qotadi. Qishda tursa, nabarot yaxshi qotadi. Yog'in sochinlar suvda tursa, yaxshi qotadi. Suvga chidamli, issiq sovug'i yaxshi saqlaydi.